Video yubka kiyib yuradiganlar uchun ayolman desangiz, ayol bo'lsangiz ko'ring. 5 kun test qilib, xira ikkinchi poloskani ko'rdim. Lekin og'riqlar kundan kunga kuchayaverdi. Holsizlik, ko'ngil aynishi, bel og'rig'i, xullas doktorga borganimda o'zida hech narsa ko'rinmayapti deb aytdi. Chunki hayz kunimga 5-6 kun bor. Hagacha esa topshirganimda 5 u 4 chiqdi. 5 dan past bo'lsa homila yo'q deymiz. Sizda 50 ga 50 va hali erta ekan, shu sabab kuting deb aytishdi. Kutdim. Og'riqlar esa qolmadi. Belimda, qovog'imda, oshqozon qismimda davom etaverdi. 2 kun oldin esa sahar 3 da qattiq og'riq bilan uyg'onib ketdim. Yarim soatcha yotdim. Shu bilan ichimda bir narsa uzilgandek his keldi va qonli et sifat kichkina bo'lakcha tushdi. Bugun ertalab test qilganimda esa umuman hech qanaqa xira chiziq ko'rinmadi. Og'riqlar bo'lsa to'xtagan. Hozir hech qatim og'rimayapti. Doktorga qaytib bordim. Kimyoviy homila deb tashxis qo'ydi. Ya'ni rivojlanmay qolgan, o'zi tushgan homila dedi. Hayzim esa kelgani yo'q. Nimaga kelmayapti deb so'raganimda kechroq keladi degan gapni eshitdim. Qaytadan uzi qilib, hamma yoq toza deb uyga qaytib yuborishdi. Boshidan kuchli og'riqlar sezganimda, men qizlardan, ayollardan maslahat so'raganimda esa aynan shu narsadan xavotir olgandim.